Nima uchun navqiron yoshlarda ham bel og'riqlari kuzatilmoqda? Diqqat! Video so'ngida Hindistonga bilet bor. Hozirgi kunga kelib, yoshlarda hattoki balog'at yoshiga yetmaganlarda ham bel og'riqlari afsuski ko'p uchramoqda. Bunga asosiy sabab sifatida shirin gazli ichimliklar va albatta energetik ichimliklarni iste'mol qilish katta faktor hisoblanadi. Birinchidan, sizga tanish bo'lgan gazli ichimliklar tarkibidagi ortofosfat kislotasi suyaklardagi kalsiyning chiqib ketishiga olib keladi. Bu esa osteoporozga, oddiyroq qilib aytganda, suyaklarning zaiflashishiga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, gazli ichimliklarda ko'p miqdorda shakar mavjud bo'lib, bu ham organizmdan kalsiyning chiqib ketishiga olib keladi. Uchinchidan, sizga tanish ichimliklarda kofein mavjud. Kofein esa kalsiyning peshob orqali chiqib ketishiga olib keladi. Bonus ham bor. Ichimliklar tarkibidagi rang beruvchi kimyoviy moddalar jigarga asta-sekin zarar yetkazadi. Natijada Hindistonga bilet yutib oladi, ixtiyoriy va majburiy ravishda. Bunga sabab esa jigar yetishmovchiligi. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.